Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Reda. Obunachilar, bugun Minecraftda ro'za tutamiz. Bugun videoda men va Dera bo'ladi. Qani unda videoni boshlaymiz. Obunachilar, men videoni oxirigacha olgandim, ammo video o'chib ketibdi. Shuning uchun videoni qaytadan yana oldim. Hozir ovqat yeb olib, ro'zani yopaman. Voy, buncha go'sht mazali. Qani suvni ichamiz. Suv ham juda toza va suv negadir menga yoqdi. Xo'p, bo'ldi endi shu bilan ro'zani yopdik. Dera ham ro'za tutaman degandi. Ertaga Deraga iftorlik qilib beraman. Qishloqlar ro'za tutmaydi. Shuning uchun Dera va men birgalikda maza qilib ro'zamizni ochamiz kechga. Xo'p, endi nima qilsam ekan? Uyqum ham kelmayapti. Qishloqqa yaramas meni uyimga kelib olib uxlaganini qaranglar. Xo'p, mayli yotaversin, baribir uyqum kelmayapti. Xo'sh. Oyoq kiyimim bilan shlemni olib qo'yganim yaxshi. Mana bu yoqqa qo'yaman. Aytgancha, obunachilar, sizlarga uyim yoqdimi? Men bu uyni o'zim qurdim. Dera ham o'zi qurdi va mebellarni esa, ya'ni men qildim. Xo'sh. Nima qilsam ekan? Men bildim, bularni qayoqqa qo'ysam ekan? Menimcha bular keraksiz. Xo'p, mayli. Dera, nima qilyapsiz bu yoqqa? Men agarotimni sotmoqchi edim. Olasizmi, Reda? Ha, olaman. Nech pulga sotyapsiz? 30 ta ko'mirga sotaman. Voy, muncha arzon. Xo'p, men olaman. Meni ko'mirim bor edi, shuning uchun agarotni olaman. Hoy, Jikil, nima qilyapsan? Tuyalarimni yedirdim. Tuyalaring anavi yoqqa emas edimi? Bilmayman. Xo'p, ko'rib kelganing yaxshi. Xo'sh, ko'mir qayoqda edi? Voy, mana bu yerda 16 ta ko'mir. Xo'sh, endi pechkadan olamiz. Xo'sh, ajratib olsak, voy, bitta ko'p bo'ldi. Bo'ldi. Rona 50 ta bo'ldi pechkada. Xo'sh, endi buni Deraga beraman. Dera, olib keldim. Voy, rahmat. Bera qol. Ana. Endi bu agarot yarmi menikimi? Yo'q, hammasi seniki. Hammasimi? Ha, yaxshi. Bular mana bu ham senga. yo'q, bular menga kerak emas lekin. Mayli, unda begin. Xo'p, ola qol. Rahmat. Endi men nima qilsam ekan? Xo'sh, ovqatlarni taxlab qo'yishim kerak. Bu yerdan bularni olib bo'lmaydi. Xo'p, mayli, unda magazinimga o'tira qolgam yaxshi. Aytgancha, bu yer meni magazinim. Xo'sh, mana buni bu yoqqa qo'ysamchi? Ana endi yaxshi bo'ldi shekilli. Xo'sh. Dera kelib negadir narsalarimni olmayapti. Unga tovuq go'shti kerak edi shekilli. Reda, men tovuq go'sht olishga keldim. O'zi sizni kutib o'tirgan edim. Unda shuni olasizmi? Voy, uzr. Ha, tovuq go'shti qancha? 3 ta ko'mir bo'ladi. Xo'p, unda hozir Bitta olasizmi? ha, bitta olaman. Xo'p. Mana. Boshqa hech narsa olmaysizmi? Yo'q, bitta tovuq olaman. Xo'p. Mana. Voy, sizga qaytib ketdi. Hozir beraman, hozir. 2 ta, 3 ta. Ana. Xo'p. Voy, yana ololmadim, qaytib tashlang. To'g'ri, bu yoqqa qo'ydim. Hemen. Mana. Ana oldim.
Rahmat. Da. Mana ola qo'ling. Mana. Mayli, rahmat. Arzimaydi, kelib turing. Rahmat. Mayli unda, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, o'y. Xo'p, mayli. Unda buni endi etib qo'yamiz. O'zi shunaqa kerak edi menga. Aytgancha menga mol terisi bor edi. Mol terisidan taxlasam bo'ladi. Buni shu yoqqa qo'yaman. Hozir uyga borib, bemalol mol terisidan taxlayman. Buni taxlash juda qiyin emas, oson. Shunchaki crafting table'ni o'rtasiga qo'yaman va cho'plarni chetiga terib chiqaman. Tamom. Xo'p, bu cho'pni ham olganim yaxshi. Eshik. Mayli, tursin o'zi chiqaman. Ko'mir olay. Mayli. Xo'sh, ana endi taxlasam bo'ladi. Voy, Jidil, nima bo'ldi? Tuyalarimni topolmadim. Xo'p, unda topilib qolar. Endi men taxlashim kerak. Xo'p, bu yerdan taxta qilib olamiz va cho'p qilib olamiz. Ana endi taxlasak bo'ladi. Bu yerda cho'pni qo'yamiz. Buni ham qo'yib olganim yaxshi. Buni. Bo'ldi. Endi bularni qo'yib kelaman. Bugun Dera uchun iftorlik qilib beraman. Shuning uchun bularni qo'yib kelaman va bitta idishni qoladi. To'g'ri. Buni bunday qo'yaman. Bo'ldi. Endi esa bittasini magazinimga qo'yib kelaman. Chunki magazinimga bitta qo'yishim kerak edi. Bittasini olganim. Mana bu yoqqa qo'yaman. Bo'ldi. Mana ro'zani ochish vaqti ham bo'ldi. Xo'p, tovuq qidirishim kerak. Xo'sh, qayerda tovuq bor ekan? Bu yerlarda ammo tovuq yo'q. Xo'p, mayli, keyinroq tovuq qidiraman. Hozir esa ro'zani ochadigan vaqt keldi. Xo'p, bu yerda Voy, Jidil. Bu yerda nima qilyapti ekan Jidil? Xo'p, mayli, uxlab ham qolibdi. Bu yerdan endi bakalni olaman. Xo'p. Suv olib kelsam bo'ldi. Dera. Voy, Dera uyda yo'q ekan. Xo'p, mayli, mana bu idishlarni olamiz. Xo'p, endi borib quduqdan suv olib kelganim yaxshi. Ya'ni quduqdan emas, shu yerdan. Olaman va ketaman. Xo'p, endi voy, skelet. Negadir moblar bilan urushkim kelmayapti. Xo'p, mayli. Salom Dera. Xo'p, mayli, o'tib ketdi. Bularni qo'yib kelganim yaxshi. Xo'p, endi bu yoqqa ovqatlarni qo'yib chiqqanim yaxshi. Bu yerga go'sht va bu yerga molgacha. Xo'p, bo'ldi endi. Derani chaqirib kelsam bo'ldi. Voy, zombi! Dera, yordam! Bo'ldi, o'ldirib bo'ldim. Keling, ro'zamizni ochamiz. Salom, Dera. Salom. Ro'zani ochasizmi? Ochadigan vaqt bo'ldi. Albatta. Suvni beraymi? Ola qoling. Ber. Xo'p. Suvni ichib olamiz. Yaxshi, unda men yeb olaman. Qornim och qoldi. To'yib qoldim. Yoqdimi sizga? Juda ham zo'r bo'libdi. Qornim to'ymadi haliyam. Ana, ola qoling. Shu yerda qo'ydim. Rahmat. Sizga ta'mi yoqqan bo'lsa kerak-a? Juda ham zo'r bo'libdi. Rahmat. O'zim pishirdim. Qorningiz to'ydimi? Ha, to'ydi. Rahmat. Unda ketdik. Meni juda ham uyqum kelyapti. Uxlaymizmi? Ha, albatta. Xo'p, mayli. Men ham unda uxlayman. Voy. Dera, qoching. Zombi. Bu yerda qanday paydo bo'ldik?
Voy, jodugar menga zaharidan sepdi. Qoching. Ular birga urush qilyapti. Men qochganim yaxshi. Voy, skelet. Men qochaman. Voy, Derani zombi o'ldirdi. Mayli, keyinroq yordam beraman. Voy, ovqat yeganim yaxshi, hozir o'lib qolaman. Bo'ldi. Tez uyimga kiray. Qanday uyqa paydo bo'lib qoldim. Xo'p, mayli, unda hammaga xayr. Dera sizlar bilan xayrlasha olmaydi menimcha. Xo'p, mayli, unda hammaga xayr.